Va alaykum assalom. Va Qadrdonlar, omonmisiz? Omonmisiz. Sog'liqlaringiz Allohga yaxshimi? behisob shukr. Agar esingizda bo'lsa, Ramazon oyida edi. 8-mart olib chiqib, 9-mart yopgan edik bu oylarni. 5 ta oylarni olib chiqqan. O'sha 5 ta oylardan bittasi shu akamiz Jigar Seroz edi. Alloh rozi bo'lsin, mana shu singillaridan, mana singilni barakati, mana shu singil jigarini berdi, ayoli uchalasi birgalikda qancha bo'ldi? Mart, aprel, may, iyun uncha cho'zib ketdilar. 3 oydan o'tib ketdi mana, lekin sog'lom, ancha yaxshimi aka? Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. Boringizga shukr. Mana shu sizga ehson qilib, sizni yashashingizni sababchi bo'lib qolgan xalqimizni musofirda turib duo qilib turdingizmi? Albatta. Qani yana bitta duo qilingan shularni. Qani amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga do'ru salovat va salom bo'lsin. Ey yaratgan Allohim, bizlarga ihson qilganlarni barchasini o'zing jannating bilan silagin. Ikki dunyosini obod qilgin. Amin. Yaratgan Robbim hamisha o'zingga shukrona hamd sanolar olsin. Shavkat aka, sizga ham boringizga shukr Allohim. Boringizga shukr sizga ham. Sizga ham boringizga shukr. Hamisha nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz niyatingiz yetsin. Allohim mushkullaringizni oson qilsin sizga. İki dünya saodatini bersin. Hamisha farzandlaringiz bosh sog' salomat bo'lishi nasib etsin. Alloh akbar. Sinimiz akasi uchun menga oyma-oy yozib o'chirtga qo'ydirib bilasiz, yig'lab yurganda. Allohga shukr. Lekin mana Allohga shukr, umri uzoq bo'lsa, oxiridan suyuntirsin Alloh. Amin, amin. Yuzlarga kirsin. Amin. Ana akasingga bitta bag'riga bos. Mana oqibat. Men o'z yig'laveraman o'zim ham. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bilan hali yillar davomida umrimizning so'nggi nafasigacha mana shunday insonlarning yashab qolishida sababchi bo'laylik. Ushbu videoga like bosib, maksimal tarqatib qo'ying. Shu insonni yashab qolishida sababchi bo'lgan inson qilgan insonlar ko'rib maza qilsin. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum. İki dünya odamlari, ikki uyning egasiz. Qaysi dunyo kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Quruq qasr, qavat-qavat, ko'ngil istagingiz jannat. Biri arzon, biri qimmat, qaysi uyni bezatyapsiz? Qaysi uyni bezatyapsiz?